Ukangiz oxirgi payt rosa kechikyaptilar. O'g'il bola bo'lgandan keyin kechiradi-da. Kechikkanlari mayli, telefonda kimdirlar bilan kechasi bilan razborka qilib chiqyaptilar. Nimalar deyapsan? Aka bo'lib, e'tibor bering. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum keling. Tizimsiz. Ovqatga o'tirdik, keling. Qornim to'q, xonamda bo'laman, xo'p. Hozir ukangiz keldilar, ko'rdingizmi? Ovqatga ham o'tirmayaptilar. Gaplashing, hal qiling bu ishni. Bo'ldi, tushundim seni. Baxti qalaysan, yaxshimisan? Menga qara, ukamning qanaqa muammolari bor? Feruza, ukam qani? Xonalarda? Tez menga chaqir. Xo'p. Voy aka. Sen ko'chada nima ishlar qilib yuribsan? Nima ish qilma? Nima xabar topmaydi deb o'ylaganmiding? Shuncha problemalaring, muammolaring bor ekan o'sani boshingda. Aka, aytmoqchi edim. Nimani aytmoqchi eding? Ukam meni. Hammasidan xabarim bor. Hamma muammolaringni hal qildim. Agar yana bir marta menga yetmaydigan bo'lsang, sendan juda qattiq xafa bo'laman. Axir sen meni yagona yodgorimsan ota-onamdan qolgan. Qadri baland, mehribon ekan.